Oyi, 그리고 o'g'lingiz haqida nima deb o'ylaysiz? 어떻게 생각해? Sen eng zo'risan. 그리고 Va bu uni aytish vaqti. Men seni yaxshi ko'raman. Oyi, go'shakni qo'yganimda har doim nima deyman? Men seni yaxshi ko'raman. Siz har kuni va go'shakni qo'yganda aytadigan gap. Men seni yaxshi ko'raman. To'g'ri. 저 전화 Go'shakni qo'yganimda nima deyishimni xohlaysiz? Men seni yaxshi ko'raman. To'g'ri, to'g'ri. Oyi, sen menga yoqasandan keyin nima keladi? Sen menga yoqasandan keyin men seni yaxshi ko'raman. Dada, sen menga yoqasan emas? Men seni yaxshi ko'raman. To'g'ri. Menga yoqdidan keyin nima keladi? Menga yoqdidan keyin obuna va qo'ng'iroqchani bos. Obuna va qo'ng'iroqchani bos. Obuna va qo'ng'iroqchani bos. Yo'q, 아니야. dada yo'q. To'g'ri. 아니야. Dada yo'q, go'shakni qo'yganda aytadigan gapim. 거 아빠한테. Seni yaxshi ko'raman.